Farg'onada fuqaro 40 metrlik quduqqa tushib ketdi. Dilmurod, qale? Yaxshimi? Ma'lum bo'lishicha, holat Farg'ona tumani Sohibkor mahallasi hududidagi hovlilarning birida qazib qo'yilgan quduqda yuz bergan. Sekin chiqyapti уже, ha? Ozgina qoldi. Sekin belingizni yiqilasiz. Boshiga ehtiyot bo'linglar, Dilmurod, oyog'ingizni qo'ying tevaga. Qayd etilishicha, Sohibkor ko'chasi 3-uyning hovlisidagi quduqda ishlayotgan 1977-yilda tug'ilgan ishchi o'zining elektr tortkichi ishlamay qolishi natijasida 40 metr chuqurlikda qolib ketgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus xodimlari esa voqea joyiga tezkorlik bilan yetib kelib, fuqaroga yordam ko'rsatishganligi ma'lum qilindi. Qutqarilgan shaxsning ahvoli yaxshi, tibbiy ko'rikka hojat yo'q, deyiladi rasmiy xabarlarda. Quduq ichiga o'rnatilgan yuqoriga tortgich krani ishlamay qolishi natijasida ushbu holat yuz berganligi aytilmoqda. Shunday ekan, hurmatli fuqarolar, muntazam ravishda ish jarayonida texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishni unutmang.